Hammamizga ham mana shunaqangi foizli uylar nasib qilsin. Bitta like bosib qo'yasiz. Hozir mana shu uyimni sizga bitta ko'rsatib o'taman. Bu xonadonimizni shundoq ko'zingizda ko'rganingiz bilan kayfiyatingiz ochiladi. Sababi juda ham chiroyli ko'rinishda ta'mirlab qo'yilgan. To'liqligicha 600 kvadrat metrlik fasad ishlarini Akstroy jamoasi topshirib berishgan ekan. O'zi uyga eng chiroyli bezak beradigan narsa ham mana shunaqangi travertin bo'ladi. Qarang, xonadonimizni havas qilsa arzigulik ekan va mana shu ishlarni o'zi kvadrat metrning haqqilari hamma narsasi ichida 12 dollardan qilishar ekan, lekin qo'qonlik ustalarimiz bu uyimizni 10 dollardan qilib berishibdi. Aynan bizni Namangan uylar nomidan chiqsangiz, sizga ham 10 dollardan to'liqligicha barcha travertin ishlarini bitkazib berishadi. Namangan uylar nafaqat sizga eng yaxshi uylarni, balkim eng yaxshi ustalarni ham taklif qiladi. Travertin xizmati bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqa qilsangiz bo'lardi yoki profillarni ham qoldirdim, ishlarini bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu videoni esa mana shunaqangi uy sizga ham nasib qilsin degan tanishlaringizga hamda yaqinlaringizga jo'natib qo'ying, hammamizga ham nasib qilsin.